agar mana shu bori Xitoyda bo'lgan bo'lsa, Xitoy iti ham aqlli ekan-da, qaranglar. Kommentga ketdik. Ketdi demayapman, ketdik. It. Brat, hozir shoshmay turing, men uyga kirib olay. It aytibdi, 5 minut boshqa joyga borib bo'lmaydi o'zi. It keldi, xijolat bo'lib qanday tushuntirishni bilmay qoldi. It nima, biror oyoqdan ko'tarib yuboring, sizga xurmoqchi edim. Yana it aytibdi. Uzr, brat, ozgina kech qoldim, kutib qolmadingizmi? It yana aytibdi. Keling aka, nima xizmat?